Keçiringlar vatandaşım, gündüzdeki nur bilen çıraqning nuri tangşalmay qaldi. Şuna avaro ko'zimni paqirtib qo'ydi. Endiki mavzumundaq Steve Bannon Jungo qaratgan tamojni beji siyasi Prezident Trump üçün en ahirki sınaq dedi mavzuda xabar. 4. ayının 11. gün New York Vaqt gazetesi ilan qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington saylam davrida Prezident Trump bilan hamkorlashgan, hozir Prezident Trump bilan ancha aloqasi bo'lmagan sobiq siyosat maslahatchisi, ya'ni Aqsaroyning maslahatchisi Steve Bannonning qarashicha endiki navbatda bir necha haftagacha bu eng oxirgi bir sinoq. Prezident Trump Jungo'ga 150 milyard dollar tamojni beji qo'yaman deb tahdid soldi. Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. Agar bu ishga maydoni qattiq bo'ladigan bo'lsa, undaqda Prezident Trump millatchilik bilan saylovga qatnashib, bergan va'dalarini amaliylashtirgan bo'ladi. Agar paychak bozorda baho tushib ketib, yoki Cumhuriyetçiler Partisining qarshi turishi bilan Xitoyga yo'l qo'yadigan bo'lsa, u holda bu ish Prezident Trump harakatining har qanday bir harakat emasligini isbotlaydi. Belki bir mushaqqatlik davrda turayotgandir emas. Steve Bannon davomlashtirib bundaq ko'rsatdi. Paychak bozoridagi bir qancha kunlik qiyinchilikdan o'rkib, kayniga chekinadi deb hisoblamayman. Ya'ni prezidentni kayniga chekinadi deb hisoblamayman deydi Steve Bannon. Belki bu Prezident Trump bir qancha kun keyin kunlarni o'tkazishga bardoshlik beralaydi deb hisoblayman. Belki Prezident Trump bir qancha kun qiyin kunlarni o'tkazishga bardoshlik beralaydi deb hisoblayman. Steve Bannon mundaq davomlashtirdi. Men Prezident Trump tadbirlarining Cumhuriyetçiler Partisining huquqli qatlamida qo'llashdan kamligidan ansirayman. Saylamga pul i'ona qilguvchilar va har yo'ldan kelayotgan siyosiy arboblar Paul Royandan tortib Michel McConnellgacha hammasi degidek soda urushi kerak qilmaydiganlar qatori qo'shildi. Mening ansiraydiganim Steve Bannon pul bilan nima ish qilishlar? Steve Bannon yuqorqilar qatori qo'shildi. Masalan, Prezident Trump tapotani qilayotganlar bor deydi. Shularning qatoriga bir necha odamlar qo'shilgandek bo'ldi deydi. Steve Bannon oxiri savol qo'yibdim deydi. Pul bilan nima ish qilishlar? Hozirgacha mushu ishda o'zi xohlab Jungo'ga bir besim ishlatish jihatda. Hozirgacha o'zi xohlab Jungo'ga besim ishlatish jihatda qancha uzoqqa bora oladi? Masalan, Prezident Trump tarqatgan signal o'zaro ziddiyatlik bo'lib qoldi. Haftaning birinchi kuni Beijingning bir necha 10 yil yo'lga qo'ygan bulash xarakterlik savdo qilmishlarni jazolayman dedi. Lekin Jungo'ning raisi Xi Jinpingga do'stona qiyofatda rahmat aytdi. Haftaning 6. kuni Prezident Trump Jungo savdo qo'rg'onlarini bekor qildi. Amerikaning aqli mulk huquqini qo'g'dashga qo'shildi dedi. Gerçi Jungo navbatdagi jiddiy kayfiyat ichida har qanday suhbat qurish mumkinligini chetga qaqqan bo'lsa-mu. Boshqalarning ko'rib yetgani bosh oxiri ziddiyatli hodisa. Steve Bannonning ko'rib yetgani bo'lsa 30 yildan beri hayva qilib qistab kelgan savdo, tijorat, so'z iboralarini yuqori to'lqinga ko'targanlikdir. Siyosat sohasidagilar va boshqa olimlar Prezident Trumpning uslubini ayblishi mumkin. Ammo Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump nurg'un muhokamalarda prezident qattiq maydoni bilan rol o'ynadi. Steve Bannon yana mundaq ko'rsatdi. Nurg'unlagan sarxillar va nurg'unlagan organlarning Jungo'ga qaratgan maydoni
qattiq qo'l bo'lishga o'zgardi. Hozir Jungo uchun do'st tortadigan kishilar Amerikada intayin oz sondagi kishilar bo'lib qoldi. Hozir Amerikada Jungo uchun do'st tortadigan kishilar intayin oz sondagi kishilar bo'lib qoldi. Endi yana bir xabar, hurmatli vatandoshim. Amerikaning bundaq qilgani intayin xatarlik. Jungoning oxirgi nuqtasiga qistab keldi. Mavzuli xabar 4-oyning 13-kunchi kuni Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlanadi. Xabarlarga asoslanganda xabardor kishilar bishorat berdiki, yangi tayinlangan davlat bexatarligi maslahatchisi Jon Bolton balki yoz oylarida Tayvanni ziyorat qiladi. Bu harakatni tushuntiruvchilar Amerika buningdan, ya'ni Jon Boltonning Tayvanni ziyorat qilishidan foydalanib, savdo jihati Jungoga besam ishlatadigan bo'lsa, undaqda yangi bir Amerika Jungo to'qinishi paydo bo'ladi. 2014-yilning oxirida Tayvanda o'tkazilgan 9-1'daklik saylama da Kuomintang partiyasi mag'lub bo'lgandan keyin kishilar tahlil qilib, Tayvanning rayon darajalik saylamida Kuomintang mag'lub bo'lsa, balki Demokratiya Taraqqiyot partiyasi g'alaba qilsa, Amerika cho'qim Tayvan kartini o'ynaydi deyishgan edi. Natijada 2015-yil 4-oyning 1-kuni 2 dona sirliq belgilik harbiy kurashchi aeroplan F-18 Kaşili chiqdi degan bahona sabab bilan Tayvanga qo'ndi. Tayvan aeroporti qo'ndi. Uningdagi vaqtning o'tishiga ergashib, mayli sobiq prezident Obama bo'lsin, davrda bo'lsin, yoki navbatda prezident Trump hukumati bo'lsin, Jungoning ichki ishiga aralashib, Jungoga qartib Tayvan kartini o'ynash g'arizasi borgan sari oshkorlandi. Bo'lib 2017-yildan boshlab prezident Trump vazifaga o'tirgan birinchi vaqtda prezident Saymanga telefon berib, Jungoga Tayvan kartini o'ynab, Jungoni qaqti-soqti qilmoqchi bo'ldi deydi xabar yozuvchi. Bu qatam qaqti-soqti qilishda g'alaba qilamadi. 2017-yilning keyingi yerimida ma'qullangan 2018-yillik davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi aloqa munosabatlik 2018-yili ma'qullangan Tayvan sayli sayohat qonunida Amerika Jungoning qizil sizig'iga dastladi. Shuning uchun 2017-yil 9-oyda Jungo aloqador yo'llar orqali Amerika harbiy parxodlari Tayvan Kaohsiung portiga kirgan amman shu kuni Azadlık armiyaning Tayvanni azad qildigan kunidir deb ogohlantirish berdi. Bu qatam Amerika Jungo o'rtasida sud talash tortish keskinlashib ketdi. Jungo shuning uchun shunda qattiq bo'lib ketdiki, Amerikaning siyosiy jihati Jungoga ovorchilik tepib berganligiga munosabatsiz emas bu ish, albatta. Uch aytsak, Amerika siyosiy jihati Jungoning taktikini buzib tashladi. Jungo Amerika bilan bir maydon elishga tayyorlandi. Shuning uchun Amerika Jungoga savdo urushi qo'zg'andan keyin Jungoning pozitsiyasi Amerikaning pozitsiyasidan qattiq bo'ldi. Aslida Jungo Amerikaning Tayvan masalasi bilan Jungoning ichki ishiga aralashishidan norozi edi. Agar Amerika bu ishni davomlashtirib, Jungoning tayligini sinamoqchi bo'lsa, undaqda Amerika Jungo munosabati muqarrar intayin qattiq tavrinishga boshlaydi. Jungo Amerika o'rtasida nayt keskin to'qinishning 101'liği muqarrardir. Amerikaning davlat bexatarligi maslahatchisi Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, ya'ni Jon Bolton Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, orqada Jungo Amerika munosabati texmo tavrinishga boshlaydi.
Bu sodimi urush meselesi emas. Bu belki yeni sübət dərcilik, siyasət qarşılaşıdır. Aniq aytsak, Jungo'nun təhlükəyə çəkilgili bolmaydı. Çəkilgandan keyin Jungo zərbi berdi. Raqibi çoxum bedel tölaydi. Hele soda sürkülüşüdü Jungo muşundaq tələppiz sözlügen idi. Endilikte yani muş tələppiz sözləvatıdı. Vəziyyət aldığımızı kilid iken, aldığımızdaki vəziyyəti gözləylə hörmətlik vətəndaşları.